Assalomu alaykum, Agrofarg'ona kanali qadrli obunachilari, hurmatli uzum shinavandalari. Mana ko'rib turibsizlar, o'sha videoda nima haqdaligini bilmayman. Bizga obuna bo'linglar, do'stlarga ulashib qo'yinglar bu videoda. Xudo xolasa mana O'zbekistonning mirishkor dehqonlari Teplitsada mana Rizamatda mana pishirishdi. Bugun 11-iyun sanasi 2025-yil. Rizamat uzumi mana Teplitsada dahshat bo'lib pishdi, xudo xolasa. Yaxshi ma'noda dahshat deymiz. Juda ham zo'r bo'lib yetilgan mana. Qaranglar. Teplitsa joyimiz 8 sotik. Xo'p, adresimizni aniq joyini aytolmaymiz hozircha, egalar rozi bo'lishmadi. Oltiariq territoriyasi. Xo'p, bu uzumlar turishcha sotilgan. Egasi bor bularda. Egasini ham kimligini aytamiz. Juda ko'pchilik biladi bu odamni. Instagramda ayniqsa juda ko'pchilik tanishadi. Food City bozorining eng oldi sotuvchilardan bittasi bo'lgan Abdullazoz akam. Asl mevalar bu yerda xarid qilishgan. Kimga shu uzumlardan kerak bo'lsa, asl mevalarga borib olsalang bo'ladi. Muddonni qaranglar, qo'lim. Endi telefon maydaroq ko'rsatyapti. Men hozir solishtiryapman ko'zim bilan telefonda tasvirda nimasini, realligini. Telefon sal maydaroq ko'rsatyapti. Bularda mana qaranglar. Uzum nomer 1 bo'lgan. Men to'g'risi maza qilyapman. Buni daromadi boshqasini qo'ying. Bu dehqon qilgan mehnatga men maza qilyapman, qarang. Oson emas bunchalik qilish. Donlari terilgan, hammasi yirik, top toza, o'ta zo'r mana. Xo'p. Videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Teplitsada uzum qilish bo'yicha men o'zim ham qiziqib yuribman. Xudo xolasa buni yo'lga qo'yish taraddudidamiz. Keyinchalik shuni rivojlantirish. Dastlab mana erta kunda uzumlarni pishirib, ichki bozorda qondirish, ichki bozorda mana erta kunda sifatli uzum bilan ta'minlash O'zbekiston bozorini va qolaversa eksport bozorini ham erta kunda xudo xolasa uzum bilan ta'minlash, katta daromadlar qilish, O'zbekiston nomini yaxshi ma'noda ulug'lash xudo xolasa. O'zbekiston dehqonlari nomer 1 degan gapni qilish. Joyimiz 8 sotik. Xo'p, daromadi dahshat bo'lgan. Endi buni xudo xolasa bir haftadan keyin aytamiz. Bir haftadan keyin nimaga? Keyingi panellarimiz tayyor bo'lar ekan, bundan-da zo'r uzumlarimiz. Xudo xolasa o'shanda aytamiz. Narx navosini aytamiz. Hop, bu uzumlar ana asl mevaga ketyapti. Food City bozorida. Borsalaring, so'rasalaring adresini ko'rsatishadi. Kimga shunaqa uzum kerak bo'lsa boraverasizlar. Lekin dehqonlar juda yaxshi mehnat qilishgan. Dandilarini aytib o'taman, uzum qanaqa yetishtirilgan. Mart oyining boshlarida Teplitsa o'ralgan. Hop, tagida o'zi bodring bo'lgan. Tagida bodringdan daromadni olib bo'lib, hozir bodringlar yulib yuborilgan. Kapellar bodringga qilingan, ham tokka qilingan. Ikki tarafidan kapellar qilingan. Tepasi hozir o'raliq. Hop, yoni ham o'raliq, faqat ikki tarafi ochiq turibdi xolos. Ichkari salqin, o'ta dim emas. Mart oyining boshlarida o'ralgan va betga pechka yoqilgan. Shuning uchun bir hafta 10 kun erta yetilgan Rizamat uzumi. Shu bilan kunlar isib ketganda shamollatilgan Rizamat uzumi injiroq bo'ladi. Gul meva ushashi, tugishi Teplitsada sal murakkab. Shuning uchun buni hamma ham qila olmaydi. Endi bu dehqonlarimiz ancha yildan beri, 5-10 yildan beri shu uzumni tayyorlab kelishyapti. Shuning uchun buni yo'liga tushib olishgan. Mana mevalar zo'r ushagan, zo'r tukkan. Kelib ko'rsangiz maza qilib olasiz, lekin xudo xolasa bir haftadan keyin dandilarni chiqaramiz. Bemalol kesinglar ham bo'ladi, ko'rsanglar ham bo'ladi. Hammasini aytamiz hozircha. Unashmadi. Uzumni qarang. Telefon kamroq ko'rsatyapti, lekin anchagina uzum bor. Alloh baraka bersin dehqonni kasb-koriga. Dehqonlarimiz boysin. Dehqon bo'lsa xalqimiz boyiydi. Voh, men qarang. Uzunligini. Xo'p, 35 sm bor boshli kattaligi. Doni mayda ham bo'lib qolmagan, boshlari kichik ham bo'lib qolgan. Mevasi kam emas. Xo'p, parni yetishtirish shunchaki o'rab qo'yib yetishtirish bilan bo'lmaydi. Buni o'ziga yarasha ilmi bor, baribir injiqliklari bor. Shuning uchun xudo xolasa biz mana o'rganishni boshladik. Endi bilganlarimiz bor, lekin xudo xolasa bularni sir asrorlarini o'rganib, xudo xolasa parni qilish taraddudidamiz. Nafaqat Rizamat, F1 va undan tashqari hozir yangi kirib kelgan chillaki sortlarimiz bor. Velur, Gusar, doni yirik bo'lgan o'ta zo'r uzumlar. Doni yirikligini qaranglar, akalar. Shularni xudo xolasa dehqon bilan ham gaplashib tavsiya qildim. Asosan Velur va Gusar doni yirik, hosildorligi zo'r bo'lgan uzumlarni xudo xolasa ko'paytirish
niyatdamiz teplitsada. Teplichniy dehqonchilik, teplichniy bog'dorchilik xudo xohlasa kelajagi bor. Nafaqat uzumni, gilosni erta pishar navlarini, o'rikni masalan chiligi erta pishar navlarini qilib bemalol yuqori daromad olsa bo'ladi. Biz ko'proq uzumchiligiga moslashganmiz, xudo xohlasa. Minglab gektar, millionlab gektar teplitsa qilib yetishtirsa, xudo xohlasa dunyo bozorini egallaymiz. Rossiya bozorida Xitoyga chiqib chiqaramiz mana o'zimizni zo'r uzumlarimiz bor. Bu uzumlar mazasini bilgan biladi. Endi eng shirin uzumlardan bittasi Razamat. Xo'p, Xitoydan kelayotgan o'sha Rossiya bozoriga chiqarishyapti-ku. Muskat uzumlar. Ular ham yaxshi uzum, o'ziga yarasha, lekin bu uzumlarning oldida ular dam oladi. Qaranglar. Hosildorlik zo'r, kam emas. Ko'proq burvashdan qo'yilgan. Xo'p, keyin halqa solingan. Ertaroq yetishtirish uchun halqa solingan. Lekin hozir dehqon aytayaptilar, halqa solinmaganlar bilan solinganlar ham bir xilda ketyapti deb aytayaptilar. Endi o'sha o'ziga yarasha ilmi bor. Hozir bitta o'zim uzumni ko'rib maza qilish bilan o'raman. Ba'zi ma'lumotlar esimdan chiqib qolsa aytib yurmaysizlar. Rang olganini qaranglar. Maza qilasiz. Bitta laykni bosib qo'yinglar. Dehqonga rahmat deb qo'yinglar. Xudo xohlasa bir haftadan keyin dehqon o'zlarini ham chiqaramiz. Uzumlarni ham chiqaramiz. Keyin nimalar pishgandan keyin hozir ko'p narsani ochiqlamaylik deb iltimos qildilar. Kutinglar, biz kanalga kuzatib boringlar. Xudo xohlasa bir haftadan keyin to'liq ma'lumotlarni chiqaramiz. Dehqonning o'zidan xudo xohlasa intervyu olamiz. Laykni boshqa esdan chiqmas. Sog' bo'linglar.